poyezdda. Yo'lovchilar o'z qiniga tushishdi. Endi ularda 2 kecha-kunduzlik safarga bo'lgan ruhiy hozirlik o'zini ko'rsatmoqda edi. Notanish kishilar tasodifiy bir yerda bo'lib qolganda tabiiy ko'riladigan yetirqashlar hamkorvat egillarida bir pas aks etgandek bo'ldi. Bundaq ruhiy holat kimlarningdir tashabbuskirona eg'iz echishi, parvosizlik sukut qilish, kitob o'qish, uxlash qatorliq inkos shakllari bilan oxirlashgandekmi bo'ldi. Ba'zi yo'lovchilar yeb ichishni boshlab etgan edi. Udulimizda shilab kiyvagan, doğuluq kelgan bir bovay o'ltiradi. Uning qizil mangsi va tinimsiz harakatidan sog'lomligi chiqib turadi. Uning yanida tambal kelgan bir ayol atrofga eg'ir besiq nazar tashlab o'ltiradi. U bovayning talablari bo'yicha goh sumkalarni qaytadan joylashtiradi, goh yemek-ichmek qachilangan yaltiroq xaltalarni karvat beshidagi taxtiga iditlik qilib o'rinlashtiradi. Goh bovayga qaynoq suv quyadi. Alomatlardan ularning ayol ekanligini taxmin qildim. Taqdir bizdek tili o'xshashlarni uchrashtiribdi. Shuncha ko'p Xanzo yo'lovchilarning ichida bir ikki Uyg'ur yoki qozoqning vagonlarda to'qirishib qelishi kishida ma'lum darajada diqqat qo'zg'amay qolmaydi ekan. O'tilimizdagi ar-xotinlarning Uyg'ur ekanligini jazm qildik. Bovay bizga pat-pat qarab qo'yadi. U o'zini ruslab o'ltirib keyin oxir gap ochdi. Sizlar bilan hamsafar bo'lib qoptimiz. Xudoga shukr, yo'lda ba'zida allaqandoq yot kishilar bilan birga bo'lib qoladi ekanmiz. Ularning xuy-paylini bilib ketanmagandan keyin xotirjam bo'g'ilib bo'lmaydi ekan. Tilimizni tushunishgandan keyin osonli ichakishib ketamiz. Shundoq, dedim men bovayga javoban. O'zimizcha bizning safarimiz xufiyona safar bo'lg'achqa ortiqcha paranga royim yo'q edi. O'zini hech bir aybsiz holda aybdor his qilish, uchraganli odamdan xavotirlanish turmushimizdagi umumyuzlik ahvol edi. Bovay bir pas jimib qoldi. Uning xonimi bovayning gap so'zlariga yenik tabassum bilan inkos bildirib qo'yadi. Tanishayli, 48 soatlik safarni gaplashmay o'tkazgani bo'lmaydi, dedi bovay. Men Akram Hamidi bo'laman. Xinjiang Pedagogika universitetining matematika fakultetida ishlab, hozir pensiyaga chiqdim. Bu hadingizning ismi Hojitay bo'ladi. Mening ayolim. Biz Hojitay oppay bilan salomlashdik. U ayolning kulkisi yiqimliq edi. Ha, nega mangdinglar? deb so'radi Akram professor. O'qishga mangdiq, dedi ayolim ittikla. Ikkinglar ayol o'xshamamsizlar? Ha, dedik ayol ikkimiz tangla. Ayol ikkinglar tang mengibsizlar. O'quvchilarning hammasi ta'til qilyapsa, sizlar o'qishga mengibsizlar, dedi bovay. Ayolim nima deyishini bilinmagandek menga bir qarab qo'ydi. Uning maqsadimizni boshqalardan yo'shirishga tirishayotganligi menga ayon edi. Yolg'onchilikni qabul qilib bo'lmaydi. Biroq jamiyat uningga majburlaganda amal bo'lmaymi qoladi. İnsanның asli tabiiyati chilliqni yaxshi ko'rgashgan, yolg'on gap qilayotganda ma'lum uyat kuchi o'zining tikanlik qanotlarini yurakning qandoqdir bir yerlarga urib o'tgandek bo'ladi. Yolg'onchilikqa odatlanib, uni doimlik kasb qilib olgan odamlarda bundoq sezim bo'lamdi yo'q, buni bilmaydi ekanman. Ayolim Jongo puhrasi bo'lsa-mu, yolg'on gapni toza qamlashtirib olmayotadi. Yolg'onchilikda o'zini sinab ko'rish navbati menga kelganda qiladi. Ayolim Yaponiyaga o'qishga ketyapti. Men uni Beyjingga uzatqilamandim, dedim men professor Akram Hamidiga. Ha, mundaqdan, dedi Akram Hamidi. Ular bizga texmi qiziqsinib ketishgandek bo'ldi. Paranglarimiz asta-asta ko'payishga boshladi. Ancha-muncha bo'stonliqlarni hisobga olmaganda poyezd derazasidan ko'rinib turgan taqir dalalar bir kimning maylini o'ziga tatmaydi. Bundaq chaqlarda parang bir bo'lsa zo'rlab ipirlatdi, bir bo'lsa ko'ngilning tabiiy zo'qiga aylanadi. Akram Hamidi o'zini o'zbek deb tanishtirdi.
Lekin u Uyg'ur, O'zbek degan uqumlarning farqsiz gap ekanligini qayd qilibmi qo'ydi. Uning aytishicha, ko'nlarning kallasida undoq uqum yo'q bo'lib, ular faqat bir-birini Koshig'arlik, Anjonlik, Buxorolik deb atashar ekan. Hozir biz davatgan undoq atalg'ularni rus turkologlari ishlab chiqib, keyingi avlodlarga singdirib atgan ekan. Men rostavatamda yo'q degandek nazar bilan Akram Hamidining gapini ko'ngil berib ting'ishidim. Demasimi sen paloni, men pokoni degan gaplar bilan qarindosh xalq ziyolilari o'ttirasida orozlashishlar bo'lib turadi. Mahmud Koshig'ari, Alisher Navoiy qatorliq bovullarimiz o'zlarining mushu kundagi avlodlari tarafidan ashundoq xon talash qilinadiganligini o'ylab ko'rgan bo'g'imidi degisi keladi odamning. Uning ustiga men Akram Hamididek gap qiladigan o'zbek qarindoshlarni oz uchratgandek qildim. Akram Hamidi Hojitoy ikkimizga nisbatan notanish ism emas edi. Men bu kishi haqida anglagandek qilardim. U kishi ayolimga yot emaskan. Ayolim bu peshqadam o'qituvchining nomini anglagan ekan. Ayolimning pedagogika universitetining matematika fakultetida ishlaydigan bir savoddoshi bor edi. Meningmi savoddoshim bor edi. Uning ustiga mening pedagogika universiteti adabiyot fakultetidagilar bilan qo'yiq aloqam bor edi. Bu hol bizning Akram Hamidi bilan bo'lgan suhbatimizni jiq temalar bilan ta'min etdi. Biz tanishlarımızın kasbiy turmushi ham kishilik turmushi haqida taqdim-baqdim so'zlashdik. Hojitoy Atbay o'z qo'shnilarining turmushi haqida ko'p narsalarni biladi ekan. Boshqalarning kechirmishlarini anglash, odamning turmush haqidagi xulosalarini mo'l mantiqiy uchurlar bilan ta'minlab, amaliyotga yaqinlashtirdi. Akram Hamidi 3 viloyat inqilobi davrida soqchi idorasida ishlaydigan tog'asi Nabijonning yordamchisi bo'lib ishlagan ekan. Uning soqchi idorasining ayni vaqtdagi ishki ishlariga oid biladiganlari ko'p ekan. Ahmadjon Qosimiy qatorliq yo'lboshchilar va boshqa tarixiy shaxslar haqidagi hikoyalarni u xuddi o'z ko'zi bilan ko'rgandek so'zlaydi. Ba'zi hikoyalar ularning shaxsiyatiga berib taqaladi. Tarix ba'zida chul-chul qilib sundirilib, sunuqlari har tarafga chechib etilgan chiniga o'xshab qoladi. Biz faqat uning bir qancha parcha sunuqiga ega. Bu sunuqlar tarixdan iborat bir butun chinining shakli va hajmini qiyos qilishimizga imkoniyat bermaydigan darajada kichik bo'lishi mumkin. Shundaqdimi, ashu chini o'zimizni bilishimizda shu qadar muhim bo'lganlikdan, ashu noyati cheklik imkoniyatlar asosida uning asli qandoq ekanligini suratlashga majburmiz. Bu suratning aslidagi chinining chin tasviriga aylanishi uchun chinining sunuqlarini tirik shohidlardan, arxiv idoralaridan, yana allaqandoq pinhon yerlardan izlab tepishga to'g'ri keladi. Buning uchun bir qancha zaman ketishi mumkin. Tarix yozish arxeologning chini sunuqlarini payotlash harakatiga o'xshavroq qoladi. Akram Hamidi sansizlig'an shohidlarning faqat biri. Uning aytganlari bizga chinining noma'lum bir tarafidan derak bergandek qilsa-mu, asli surat yanada qorong'u edi. Akram boboy boshda pomidor, ko'kmush, piyoz va tuzlarni qo'shib xomsay tayyorlaydi. Orqadan ormon atgan choy talqiniga qaynoq suvni quyib, atgan choy hozirlaydi-da, bizni g'izolanishga taklif qiladi. Emdilikda bizning safarlik nonpallarimiz, ishgullarimiz, huzur halovatlarimiz qo'shilib ketgan bo'lib, go'yo ikki avloddan tashkil topgan bir oilaga o'xshab qolgan edik. Boboy Amina markalik safar ozuqlaridan yetarlik elib olgan ekan. Xushtam markalik tamoq qiyomining og'zini echib, cho'ki bilan ilib tetib qo'yadi. Boboyning teni saqkan. Uning birdan qo'siqi echib turadi. Hojitoy Atbayni u bu ishga buyurib turadi. Boboyning yeydiganlari hozir edi. Bizmi ularga eg'iz tegatdik. Yo'l ustida ko'p narsa yeyishdan hazar qiladigan odatim bo'lg'achqa, dasturxonga ancha aktiv emas edim. Boboy menga qo'yib qo'yadi. Hozirgi ballaza deganlarni pat deb qo'yadi. Uni atrofliq bilim egasi deyishga bo'ladi. U tarix va adabiyotga doir ko'p narsalarni biladi ekan. Uning bilganlari o'qigan maktabiga qaraganda haqiqatan ko'p edi.
Uni oliy maktabning to'liq kurs sinflarini bitirib baklavur bo'lgan nurg'un yoshlarga selishtirganda hozirgi avlodlarning bilim qurilmasining puxta emasligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Nurg'un yoshlar o'zining kasbidan boshqa hech nima bilmaydi. Bir ma'muriy xizmatchi, bir bojgir yoki bir doktor o'ziga nom beradigan kasbini oz to'la bilib olib bo'ldi qiladi. Ulardan birov o'z tarixi, madaniyati va adabiyotiga doir bir narsa so'rasa, ig'izidan aqlga muvofiq ikki ig'iz gap chiqmaydi. Akram Hamidi bir matematik. Lekin u jamiyatni bir peshqadam bilim ahliga yarasha obdan tushunadi ekan. Poyez qorong'ulik ichida ketib boradi. Ig'ir bir zulmat poyezning ustidan besib, uni hol sirtib qo'ygandek qiladi. Yiroqlardagi chiroqlar derazadan g'ilpal ko'rinib g'oyib bo'ladi. Poyezga chiqqandan beri tinimsiz yeb ichgan yo'lovchilarning og'zi endi besiqqandek qiladi. Ularning to'xtamay yeyishlari menga vahimalik besharatdek tuyuladi. 1 milliard 300 million xalq agar ashu sur'atda bir narsa yesa, keyingi avlodlarga nima qola degisi keladi odamning. Ba'zida ko'z oldimga bayomanda qog'jirab yotgan bir iskelet kelib oladi. Nervam chinqilib bearam bo'latdim. Akram Hamidi qiziq bo'voy edi. Qarang, o qizga. U tinim topmay yeydi ekan. Lekin yanalo o'roq. Qachon samrakin bu injimaroq, deydi u yon bo'limdagi bir qizni ko'ztib. Men kulib qo'yish bilan javob berdim. Akram Hamidi uxlamoqchi bo'ldi. Ikkinchi qavat uning karveti edi. Birinchi qavat ayolimning karveti edi. Akram Hamidi hosirab turib shotiga putini oldi va xeli qiynalibmi karvatga o'zini ololmadi. Bu chog'da ayolimning ko'zi uyquga ketgan edi. Men ayolimni uyg'otdimda birinchi qavatdagi o'rnini Akram bovoyga o'tinib berishni aytdim. U alman-talman o'rnidan turib Akram bovoyga: "Siz bu yerda yoting, men ustida yotay", dedi. Akram bovoy ozroq takalluf izhor qildi va birinchi qavatdan yerlandi. Ayol ikkimiz bir-biriga udul ikkinchi qavatdan yerlandik. Poyezning bir xil ritmda tavrinib menishi bizni Gerimsan uyqu shahriga ep ketayotdi. Poyez chaqning taraqlashlari jimib ketgan vagon ichiga anglanayotgan birdan-bir ovoz bo'lib qoldi. Tong otdi. Uyg'onganimda anglangan taraqlash ovozi poyezda ekanligimni esimga soldi. Bolalarim va do'stlarim bilan xo'shlashgan chog'dagi hasratlik kayfiyat so'g'uq soyasini yana bir martam tashladi. O'zimning hijron musofasida ekanligimni qaytadan tonishga boshladim. "Tor o'rningdan shigit, nashti qil." Bu Akram bovoyning ovozi edi. "Bo'ladi", dedim men Akram bovoydan tinchlik so'ragandan keyin. Lekin yana bir pas yotdim. Hojatxona va yuz yuyish bo'lmasi oldidagi o'chrat odamning kayfini uchratdi. Hojatxonadan chiqqan sesiq puroq yuz yuyish bo'lmasidan kelayotgan sopun va tish pastasining puroqlari bilan qo'shilib kishini saskantiradigan bir hidni paydo qiladi. Ba'zilar xuddi kaynida boshqa kishi yo'qdek uzun tozalik qiladi, soqol oladi, tujupilab kirim qiladi. Odam zish muhitning odamlarida bo'ladigan so'g'uq parvosizlik, ommaviy narsalarni ishlatayotgandagi ko'ran qiyofat mening toqatimni toq qiladi. Bundoq paytda Kun Hazratning axloq haqidagi ta'limlari esimdan kechadi. Ilmi yaxshi, Kun Hazrat adab haqida to'xtalib ekan, deydim ichimda. Yuzlarimni yuyib, nashtaga o'ltirdim. Bu chaqda boshqalar nashtini tamomlab paranga, qort o'ynashga, kitob o'qishga o'tgan edi. Akram bovoyning uyqusi obdallik qongandek turadi. U yanada ko'tarangi edi. Uning bir qizi Harbindagi ota varis bir tatar yigitga yotliq bo'lgan ekan. U yigit tijorat bilan shug'ullanadi ekan. Bovoy o'zining xotinini elib, qizini ko'gili Harbinga ketayotgan ekan. Oradan jiq gaplar bo'lindi. Munu bir gap diqqatimni qo'zg'adi. Tatarlar 1923-yili Harbinda Qrimdagi bir masjidning nusxasida marmardan bir masjid sog'in ekan.
Bu masjid Yaponiya ishg'oliyati davri va uningdan keyingi davrlarda har xil sarguzashtlarni beshdan o'tkazibdi. 1950-yillardan keyin uni yerlik qurolliq qismning odamlari uy qilib o'ltiribdi. U hozirmi bobolib, maynat va xonavayron holatga tushib qolibdi. Manju, Xanzu, Rus, Yapon madaniyati giralishib ketgan bir shaharda Türk musulmonlarining madaniyatiga vakillik qiladigan marmar imoratning yagona holati ko'z oldimga kelgandek bo'ldi. Lekin u tanho bir tip sifatida tarixning boran chapqunlarida yo'qlikqa cho'kayotgan kemaga aylanib qolgan edi. Kemining kapitallari allburun o'lgan. Qutqizishni talab qilish sadolarimi yo'q. Kema unsiz g'oyib bo'lish oldida turmoqda edi. Masjidning qurolli qism turalg'usiga aylanishi madaniyat bilan hokimiyat o'ttirisidagi dramatik bog'lanishning jonliq isboti edi. Bu hol bir roman qilib yezib chiqilsa, musulmonlarning 20-asrdagi madaniyat sarsonchiligini yo'rtib belgili bo'ladi ekan deb o'yladim men. Akram Hamidining aytishicha, masjidning tarixi haqida Harbin gazetida maxsus maqola e'lon qilingan ekan. Nimali degan bilan bu real bir tarixning yip uchi edi. Uni aniqlash uchun yetarlik vaqt va pul ketadi. Qani u pul, qani u vaqt? Hassanay. Bir materialdan Miami'da 19-asrda selingan Indiyalar maktabining buguni haqida bir maqolani o'qigan edim. Yerlik an'anaviy madaniyati Yevropa ko'chmanlari madaniyati tarafidan yo'q qilib etilgan Indiyalar hozirmi u maktabda farzandlariga ona tili, tarixi va madaniyatini o'rgatib etibdi. Abdur ana shu kichikkina bir maktabning Indiyalar madaniyatidan derak beradigan bir obraz ekanligini, uning Indiyalar qalbidagi ijtimoiy asni ilgari surishda ma'lum rol o'ynayotganligini ilgari surgan edi. Bir xaroba ishni yo'zaki o'ylaydigan bozorshunos yoki iqtisodshunosning nazarida arzimas narsa. Lekin tarixchining nazarida u har qanday zamonaviy imoratdan muhim. Xaroba tarixning sunuq obrazi sifatida zamon dengizida g'oyib bo'lib ketgan ijtimoiy, siyosiy sirlardan ma'lum darajada xabardor qiladi. Shuning bilan birga hozirgi zamon odamlarini yo'qolgan davr kishilarining vaqt rayoniga madaniy, tarixiy ravishda boshlab kiradi. Yeni avlodlar ana shu yo'llar orqali ajdodlari bilan munosabat quradi va o'zlaridagi yodlashish tarkiblarini kamaytiradi. Ajdodlarga bo'lgan osiylikni, tarixiy haqiqatga yot safsatalarni imkon qadar azaytib, to'g'ri ish qilishga tirishadi. Bir xaroba uningga varis etnik xalqning tarixiy mavjudiyatining dalili. Xalq bu orqali o'zining o'tmishiga yerlik ham milliy qimmatni singdiradi. O'zining hozirgi ijtimoiy, siyosiy egidorligini haqliqlashtiradi. Ijtimoiy as noqul ma'nodagi xotira faoliyati emas. U yaqin va yiroq zamondagi kechirmishlarning shaxs yoki kollektiv tarafidan izchil tafakkur harakatiga keltirilishidan iborat. U avlodlar orqali o'zining mazmunini yangilaydi ham beytidi. Shuning uchun burunqilardan qolgan bir eski uy, bir tüp daraxt yoki kitob deganlar tarix uqumining moddiy shartlari bo'lib hisoblanadi. Lekin biz ana shundoq tavarruklarimizni yo'qotish davrini boshdan kechirdik. Balalik chog'larimda nini hayvatlik gumbazlar, boylardan qolgan hashamatlik qasr saroylarning kumpay-kum qilinganligini o'z ko'zim bilan ko'rgan. Yezilardagi qadang daraxtlar po'lat tavlaydigan o'choqlarga qalab tugutildi. Ko'zning yig'ini yeydigan ko'rkam naqshlar katmanning chuldusi bilan o'rilib, to'pi dangallarga aylantirildi. Ular san'at emasmidi? Bir millatning estetik hayotining samarasi emasmidi? Yurtlarimizda ko'p qitim kitob ko'ydirildi. Bayqalgan asori atiqlar har tarafga yo'tkab ketildi. Qadamiy shaharlarning qadamiy ko'chalarida zamonaviy binolar qad ko'tarib, do'qmishlar o'zgarib, etnik ruh sarson bo'lmoqda.
tikili kelgan poyezd xodimlarining varang churunlari diqqatimizni bo'ldi. Bizning kelangsiz chamadonlarimizning ularning diqqatini tortishi turg'anli gap edi. Ular bizning yuk taqlarimizni o'lchib edi. 19 kilogram ortiq chiqdi. Ular poyezdagi barcha narsalarimizni taroziga soldi. Men yuz ertadigan lungamni tashlab berdim. Atrofdagilar kulib ketdi. Bir xanzuq qiz yukinglarning birini "Al qizning" deb meni ko'rsatib qo'ysanglar bo'pti ekan, dedi. Bundaq yili esimizdan kechmabdi. Ayol xodimlar ortiq yukning pulini to'langlar, dedi. Biz Beijing vokzalidan chiqishga topshiraylik desak, ular unimadi. Biz ularning talabi bo'yicha haq to'ladik. Odatda ortiq yuk taqlar uchun pul elingan bilan shuningga tushliq hech qanday mulozimat yo'q. Yo'lovchilar qistilib tortishib o'zlari ko'tirib poyezdga chiqishadi. Biz Akram bog'ay va uning xonimi bilan vaqtli xayrlashib, ayrim taksida Şinjan Uyghur Avtonom rayonining Beijingda turishliq ish bejirish boshqarmasiga mangdik. Kechda ularning yatiqiga chiqib bir pas paranglashdik va safarimizning haqiqiy nishonini aytdik. Ular bizga oq yo'l tiladi.